Qo'yganim oldu. Bo'g'ilib qopsiz. To'xtam. 25.000 beraman. O'rinda biri 50 mi aka? 50 ni berinchi o'rin bo'y. 50 biralla. Aka 50 ni bering. Voy 25 mingga so'rashmasam bering. Barakasini bersin. Gapni eshitdim. Siz oralashdingizda o'rtasi dedingiz. Mana shuni yutdingizga aka yetimga ko'radiganlarga eshitdim. Mana bu yoqning gapi bo'ldi aka. 25 ming sizdan 25 ming. Ha, o'rtada qilib endi bering. Voy 25 ming ishini barakasini bersin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, Shohidon bozorida katta o'zgarish. Qanday o'zgarish desalaring, hurmatli obunachilar, joylar surildi mana. Shu betonda edi joyi bu tomonga surildi. Xolasi kengaydi, ancha kengayib qoldi. Hop, hafta kunini aytib o'tar ekan bo'lsam, seshanba 2026-yil 7-iyun. Har seshanba Shohidon bozorida bozor bo'ladi. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon bozori, hurmatli obunachilar. Bittadan like bosishni unutmanglar. Inshaalloh uyga o'tirgan hollaringda sizlarni, ya'ni sizlarga bozordagi narxlarni tanishtirib o'tamiz. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab, paddeshka qilib, yozib, chiroyli qilib qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi, hurmatli obunachilar. Xohlasa mana qo'zilarimiz. Mayda-mayda qo'zilar. 1 oylik yo'qsa 15 kun, 20 kunlik qo'zi. Taxminan. Mashalloh. Bozor baho bo'lyapti ekan. Nechta baho qilishyapti? 34 ko'zi bo'ladi. Bittami? Urg'ash. Nech puldan aka bular? Kattalari 3,5 dan. Kattalari 3,5. Maydalari-chi? Foydalari 3 milliondan qo'chqorlar. Qo'chqorlar. Hammasi qo'chqormi? Sog'liq ham bor ekan, ha? Sog'liq ham bor ekan. Kelmaydi o'zimizda. 100 ming ekan, o'rtada qilib beringlar. 100 ming ekan o'rtalarida. Bering o'rta, endi 50 mingga tortishmang, hoji aka. 50 mingga tortishmang, barakasini bersin. Oling dedi mana shimolda, katta urg'achchilik. Mana nima? Bering, 50 mingga tortishmang aka. Obunachilar obuna bo'lishni unutmanglar. Like doim bosib, kommentariyaga yozib turinglar. Qayerdan ko'rayotganingizni ham yozib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Albatta sizlarning fikrlaring biz uchun o'ta ham muhim. Men sizga 29 sizniki ham bekor, qarang. Sizniki bu yoqniki ham bekor, meniki ham bekor. Mana shu ikkalamizning o'rtamizda rozi sochib oson tavakkal. Bering, 50 ming pul turibdi o'rtada. 50 ming pul turibdi, hoji aka. Xalq ko'ryapsiz, xalq arzonchi ekan, optimchi ekan desinchi. Sizga berdim, dangal berdim. Lekin arzon. Hurmatli obunachilar, lekin jununi olsa lekin 10 deb qoladi. Unaqa aka. 32 uydi, chamam 32 uydi. Ha, endi hech kim mo'jali yetmagan. Maydalar nech pul aka? Maydalar 3 dan kami bor, 32 dan kami bor. Endi necha oylik taxminan bo'ladi endi aka? Va qo'lda oling, og'zini o'rtada qilib bering, hoji aka, Hasanboy aka. Yo'q, yetmadingiz aka, yetganingizda olardingiz aka. Qo'sh bering, yaxshi narx aytibdilar aka. Yetganingizda mana shu olardingiz. Sizga berdim men aka. Dangalga. Bo'lmaymi? Olmaysizmi? Sherigidan 50 ming qo'shib berdim. Yo'q, sherigidan 300 ming balandim bor. 300 ming baland. Men siz Qo'y arziydi aka, olavering. bitta gap eshitdim. Olmaysizmi? Bering. Bo'ldi, bitta gapni eshitdim. Siz oralashdingizda o'rtasi dedingiz. Mana shuni yutdingizga aka yetimga ko'radiganlarga eshitdim. Mana bu yoqning gapi bo'ldi aka. 25 ming sizdan 25 ming. Ha, o'rtada qilib bering endi, bering. Voy 25 ming ishini barakasini bersin.
Yo, hammasi emas, bittasi. 28 u 75 ga sotildi, barakasini bersin. Ikkosi? Ha, ikkovi ham sotildi, shunaqa. Ikkosi ham shunaqa sotildi. Aka, necha oylik bo'ladi taxminan endi aka? Ular 2 oylik, ular 3 oyliklarda. Ha, bular 2 oy, nargisi 3 oy. Nomer qo'yasizmi aka? 93lik 325 60 58. Akalar aloqaga chiqarasizlar. Tagonni seropa buni. Manzil qayerdagi? Manzil Zomin. Zominda ekan. Zominda. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bular sog'liq ekan. Aka, hamma sog'liqmi? Ya qo'chqorlanmami? Sog'lig'i necha oylik endi taxminan? 2,5 oylik. 2,5 oylik. 2,5 oylik bor akalar. Nech pul deyapsiz aka? 3,5 bozor nech pul qilyapti? 28-29 bozor narx qilyapti akalar. Xo'p. Sonlar nechta aka buni? 12 ta. Tagonni bor-a? Tagonni bor. Nomer qo'yasizmi? Nomer qo'ymaysiz. Bo'ldi. Barakasini bersin. Narxni bir tanishtirib o'taylik o'xsa akalar mana. Narxni bir bilib olaveringlar. Sonlar nechta aka beda? Qo'chqormi sog'liqmi? Hammasi sog'liq. Necha oylik taxminan? 4-5 oylik atrofida. Xolos tagonni seropa? Seropchilik. Cheklanmagan miqdorda, hurmatli obunachilar. 100 ta desa 100 ta bor. Dastlabki xizmatlari qanaqa, Islomjon? O'zbekiston bo'ylab. Qayergacha besplatniy? Ya O'zbekiston bo'ylab besplatniymi? O'zbekiston bo'ylab besplatniy. Besplatniy, ha. Nechta olishsa? Bitta ikkita tanlab olsa qanaqa bo'ladi narxi? Ikkitasiga berish minisi bor. Nech pul aytyapsiz? 3,5 milliondan deyapsiz, satlar. 3,5 dan? 3,5 milliondan. 3,5 milliondan, ha. Qayerga o'tgandan jayti bor. Jayti bor, ha, hayraga. 3 pasda bitadimi? Ozuna qo'shib bersa, yurasiz. Ozuna. Dastlabki xizmatlari bor. Nomerni aytib qo'ying. 50lik 50lik 83 883 23. Aloqaga chiqarasizlar. Kechqurun 12 do'stlar ham telefon qilaveringlar. Serobchilar xudo xolasa akalar. Manzil Namangan viloyat, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hurmatli obunachilar, ma'lumot barak bo'lyapti ekan. 46 deyishyapti. ikkita inson ishi bitsin dedim. 100 ming qo'shib bering shu insonni lavzini olib Hojdaga beradi ag'am. 4 ish. Hojdaga shular lavzlarni olingchi beradi. Boshida keldi ustoz. Oqsoqol mana qo'ygan 46 pul beribdilar tolibga. Shamnoninga tushaveradimi bizlar ustoz? Bak 48 kami yo'q. Ish bitsin deb bo'lar ekan. Oqsoqolda biletlari yo'q ekan unga. 46 ga chiqsa beradi. 8 ochib Shu inson lavzini oling Hojdaga. Barakasini bersin, bering. 100 ming. Men hozir so'raganim bo'yicha agar sindirib qo'ymaydi 5 million demoqchi edi. Biz aytdim bunga. Hech bir narsa shogird yaxshi aytibdi o'zi. Nega hoj bering, barakasini bersin. Barakasini bersin. 47 ga hurmatli obunachilar, Alloh barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Sizdan like deb bosib qo'yasizlar akalar. Shogird beraverasiz ko'mga. Barra qo'zilar, hurmatli obunachilar. Hojdan qanaqa bular? Qo'chqormi sog'liqmi? Hammasi qo'chqor. 2 4 6 8 ta ekan-a. Necha oylik endi taxminan? 5 oylik. 5 oylik. Bozor nech pul qilyapti aka bularni? 37 38. Nech pul deyapsiz aka aytishdi? 4,5 kami bor. 4,5 kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 5 oylik qo'zilar, qo'chqor hammasi. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz Hojdaga? 38 ham 39 dan, ha? 4 pastda bitadi demak-a? 4 pastda bitar ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Nomer qo'yasizmi aka? Nomerni aytib qo'ying. 99lik 648 53 48.
Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kelishaverasizlar bemalol akalar. Ina bolalar. Hurmatli obunachilar. Ina bola nech pul aka? 11 ga ham bu. 11 bolasi qanaqa ekan? Bolasi qaysini bolasi bu? Bu mana yana bola bu. Aha. Ikkalasi. Ikkalasi ham qo'chqormi? Bollasini. Voy mashalloh. Ikkalasi ham 11 danmi? Bunisi 9 million ekan. Ha, bunisi 9 million. Ha. Bolasi kichkina, demak bu 11. Bozor nech pul qilyapti aka? Bozor 9,5 million qilyapti. Mana uni ya 9,5 bo'lishdi demak a. Yoshlari qanaqa inalarini? Ikkinchi bolasi. Aha. Bu uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi 6 tish. Demak, qo'zi yo 2 tish ekan. Yo'q, 2 tish, 6 tish ekan. Hurmatli obunachilar, ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Nomerni aytib qo'ying aka. 94lik 94lik 647 647 63 63 akalar. Aloqaga chiqarasizlar. 9 hammasi bir joyga 9 million. Tanlab olishchi. Kattalar 10 million. 10 million. 10 million demek. Yoshlari qanaqa bo'ladi aka? 6 tish, 2 tish. Balanti nech pul qildi bozor? Bozor. Yoshlar 4 tish, 2 tish. Qo'zi ham bor ekan shekilli. Mashla qo'zi bo'lsa kerak. Mana bular narga. Nech pul vaqt qilishyapti? Nech pul beryapsiz aka? 14. Ikkisi 14. Nech pul beryapsiz aka unga? 6,5. Baraka oldi. Nech pul ketdi? 15 ga? Barakasini bersin, hurmatli obunachilar. Bu bilan narigi ikkitasi. Masha. Barakasini bersin. Mersidan, hurmatli obunachilar, Mersidan mana. Bolasimi bu? Voy, bolasi ham bormi buni hali? Nech pul ekan? Ha. Yo, nech pul emasi? 1 million. Ota, ayt bozorda yurtdi. Nechasi? 8 ga kiryapti ekan. Bitta like bosib qo'yinglar. Hozir yoshlikda mana bozorda yurtdi ekan. Chayir bola bo'ladi. Nechta ekan soni bu yerda, uka? 22 ta. Nechasi? Barakasini, gap yo'q. Xolasa yoshlar egallardi bozorda. Hamma yoshlashaydi mana. Bu yerda ham bir kishi turibdi ekan mana. Bir 8 yosh olsa kerak u ham. Necha oylik qo'zi bo'ladi taxminan? 3 oylik. 3 oylik qo'zi, hurmatli obunachilar, taxminan 3 oylik qo'zi. Qana qo'chqormi sog'lommi bular? Aralash. Qo'chqor sog'liq aralash. Qayerdaki? Vohan ekanmi? Vohan qo'zilari, hurmatli obunachilar. Nech pul deyapsiz endi ukam? 3,5 kam bor. Bozor nech pul qilyapti? 33-32 qilyapti. 3 million 32-3 qilyapti ekan. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz? 33 ta. Ha, yana demang, hammasi bir joyga bo'lyapti bu yerda. Kelishasiz, xudo xolasa, yo'lida qilib berasiz-da. Nomerni aytib qo'ying. Nomer nechi edi aka? Hozir bitta nomer qo'yib beraman. Bo'ldi, xo'p. Ota, qachondan beri ishlayapsiz endi? Qo'y po'shiqqa kirdingiz. 1 yil oldi? Ha, gap. 88 lik, ha? 155 93-33. Tagoni serapa? 200 ta degan 200 ta ham bor ekan. Aloqaga chiqarasizlar, hurmatli obunachilar. Yana qanday ma'lumotlar kerak? Bir kommentariyaga ham yozib qo'ysalaring, agar mabodo to'liq ma'lumot olib bera olmayotgan bo'lsam, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bitta like bosishni unutmanglar. Yana bir takrorlab o'tyapman. Obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, eng birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz, hurmatli obunachilar. Mana qo'zilarning yirik variantida akalar. Necha oylik aka bular taxminan? 6 oydan o'tgan demak. Ona ular kichkina ekan bular.
Kichkinalari ham bor ekan demak, ha. Xudo xolis. Qo'chqormi bular? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor aka. Nech pul deyapsiz aka? 5 milliondan kam bor deyapmiz. Bir joyda bo'lsa 4,5 dan beramiz. Bir joyga 4,5 dan. Bir joyga 4,5 dan akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Yemga tashavvur qilyapman. Bez rasxodda umuman. Mana yunglar ham olingan ekan. Umuman bez rasxod. Olib borasiz aka, baqasiz bo'ldi. Boshqa sizlardan boshqa narsa talab qilinmaydi. Xudo xolasa dastavkasi ham o'zingizda. Qayergacha bez pullarni qilib berasiz aka? Toshkentgacha bez pullarni. Aloqaga chiqarasizlar ishqozlar akalar. Nech pul qilyapti bozor o'zida? Nech pul qilyapti? Tanlab olishda. Nomerni aytib qo'ying aka. 88lik 88lik 252 252 0190. 0190. 5 million so'm. O'tgan yil. 5 million o'tkayligi bular. Ha, o'tgan yil. O'tkayligi variantli bular. 7 oylik ekan demak, 7 oy 8 oylik, ha? Yo'q, 10 oydan o'tganmiz. 10 oydan o'tganmi? 10 oydan o'tgan. To'g'ri. To'g'ri. Shohdor. Qo'chqora. Emas qo'chqor. Bitta mana shu ishlashyapti. Ekitishga o'tgan demak. Endi o'tyapti, ha? Demak, o'tyapti, ekitishga Ular o'tyapti. ham kelib qolgan lekin. Ha, yaqin endi bular. Akalar aloqa chiqarasizlar. 6 dona 5 milliondan deyapsiz-a? 5 million. Xayrisi bor-a? Endi bor o'tib beraman, bir joyga olganman. Bo'ldi, dangal o'tib beradilar, xudo xolasa akalar. Faqat yoshlar, hurmatli obunachilar bozorda. Faqat yoshlar. Va jo'ra. Nech puldan deyapsizlar? Ularmi? Ha, 3 million 400 mingdan bir joyga ketadi. 3 million 400 mingdan. Qo'chqormi sog'liqmi bular? Hammasi qo'chqor. 5 ta sog'lig'i bor. 5 ta sog'liq. Qolgani qo'chqor. O sariqlari sog'liqmi? Yo'q, ha, mana sariq Embileylar. Embileylar. Sariqlari. Qo'shin vazni bor. Bozor nech pul qilyapti? qilyapti. Nech pul? Balandta, pastda 300 qana qilyapti. 3 million 300. Nech puldan deyapman dedingiz? 3 million 400 mingdan bo'lsa bir joyga ketaverasiz. Sog'lig'i. Biz obunachilarga o'rganibsa gapdi-ham, ha? Yana Ay, tog'achishga katta qo'yib urishlar. Nech pul? 3 dan ketorsin bir joyga. yo'q, yangilar. Na demak. 34 mingdan 3 million 300 mingdan sog'lig'i. Ketdi o'rda. Akalar ishqozlar aloqa chiqarasiz. Nomerni aytib qo'ying. 94lik 94lik 077 077 44 90. 44 94. Qayerdaki bular? Surxondaryolik. Surxondaryo. Ikkitasi barak o'lyapti. Mana. Nech pul beryaptilar? 27 dan ikkitasi. 27 mana yulduzchasi yo'qlar bor. 27 dan yulduzchasi yo'qlar va. O'tta xulosa ikkitasi 55 beraman. Bor. Bor. O barakasini bersin, bering. Bor. Bor baraka. Ya 55 so'm oldim, gapsiz yo'q bana. Qaysi baraka o'lyapti aka? Qaysi baraka o'lyapti aka? Mana bak bu. Nech pul? Teva so'q qo'y. Ha, deva nech pul? 50 59 Qaysinisi? Sardorbek. Hoji taqa bering. Ishni bitiraylik, bering. Boqqani mana. Boqqan. Bering. Ne? Siz nech pul deyapsiz, Hoji taqa? 5 ta bor. Adasham, baba. 50 ga oldim. Ha. Endi tomanda qora qo'ylar borasi. O'shanda Oqidan ham aralashtiradingizmi? Nech pul deyapsiz aytishda, Hoji taqa? 7 million kam bor deyaptilar. Bering, o'y. Bering endi, yaxshi. Yerga urib so'ravermabdilar. to'xtam. 25 ming beraman. O'rinda 150 ming aka. 50 ming bering-chi O'rinbay. 50 beradilar. Aka 50 ni bering. Voy, 25 mingga solishmasam bering. Barakasini bersin. Nech pul ketdi oxiri endi to'xtagani? 5 million 950 ga. 5 million 950 ming. Ha, barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham. Arqa razreza akalar. Shunaqa qilib turavering. Qo'y mana. Arqa razreza.
Xudo xolasa uzr. Ko'rinishi bodom gul ekan. Aka nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz aka? Ular 14 million. 14 million. 7 ta. Shak o'tdimi? Ikkalasi ham shaymi? Bozor nech pul qilyapti aka? 12,5. 12,5 baho qilishyapti ekan bozor akalar. Mana. Gumbaz mos qiyshiq aka. Bozorda qimmat narxlar. Chempion. Voy, bozorda odam ko'p, hurmatli obunachilar, bo'lmaysizlar. Bor uyda. Xolasi, serapchilar tagi onda. Hozir 4 dona berdi, ha? Yoshlari qanaqa aka buni? Yoshlari qana bitta ochib ko'raychi. 4 ish. Demak 4 ish. 4 ishdan ekan. Akalar o'ta ham kelishgan, go'sht yo'nalishiga o'ta ham zo'r oladigan, taroz buzadigan akalar. Gumbalari ham hamma yo'q zo'r ekan, xudo xolasa. Aka nech pul deyapsiz endi bular? 9. Bozor nech pul qilyapti? Bo'ldi, xudo xolasa. Uyda ham bor demak, aka. Taroziga ham berasizmi aka? Nech kilo chiqdi endi? Kelishtiramiz. So'rasa ham bo'laveradi. Ha, nech kilo chiqdi? Tortib ko'rganmisiz? 100 kilosi ham bor, ha? 100 kilosi. 130 mingdan. Tirik vazni-chi? Tirik vazni hali sotganingiz yo'q. 130 mingdan so'y berishar ekan. Itlari ham zo'r ekan, xudo xolasa akalar. Nomerni aytib qo'ying aka. 93lik 060 05 80 ha. 0580 akalar. Aloqaga chiqarasizlar ishqozlari. Odam ko'pda, hurmatli obunachilarga bera olmayotgan bo'lsa, qo'mishlar mana mo's gumbaz o'ta shalpi ekan. Shalpi. O'z quloq og'zida yo'q ekan. Hammasi qirq quloqdan ekan. 4 tishdan.